Mundaq qilgandan ko'ra, mundaq qilsaqchu degan ifodalashdagi mundaq qilgandan ko'ra, ya'ni haypuru degan majmul shaklini o'rganib olaylik do'stlar. Haypuru deganimiz mundaq qilgandan ko'ra degan ma'noni bildiradigan bo'lib, biz ingliz tilida bek ko'p ishlatamiz buni. Haypuru. Masalan, 坐公交车还不如坐地铁 dedik. 坐公交车还不如坐地铁. Ko'chab tuzga o'ltagandan ko'ra metro o'ltaga yaxshi. 坐公交车还不如坐地铁. Ko'chab tuz o'ltagandan ko'ra metro o'ltaga yaxshi. 买这个还不如买那个. 买这个还不如买那个. Buni setib olgandan ko'ra Ani setib olgan yaxshi. 买这个还不如买那个. Buni setib olgandan ko'ra ani setib olgan yaxshi. 晚上回家刷抖音还不如学国语. 晚上回家刷抖音还不如学国语. Kechda do'yin ko'rib bo'ltagandan ko'ra davlat tili o'rgangan yaxshi. 晚上回家刷抖音还不如学国语. Kechda uy qaytib do'yin ko'rgandan ko'ra davlat tili o'rgangan yaxshi. Kechasi tunab telefon o'ynagandan ko'ra baldir uxlab baldir qopgan yaxshi desak, 晚上熬夜玩手机还不如早睡早起. 晚上熬夜玩手机还不如早睡早起. Kechda tunab telefon o'ynagandan ko'ra baldir uxlab baldir qopgan yaxshi. O'rganib oldinglarmi? Demak, 还不如 degan so'zning oldiga mushu qisi bo'lmaydigan, yaxshi bo'lmagan ishlarni qo'yib ekanmiz. 还不如ning keyindagi qismga bo'lsa, shu yaxshi bo'lgan, mundaq qis yaxshi degan bo'lakni qo'yib ekanmiz. Qani pinglonchida jumlalarni tuzib avatib yiqinglar do'stlar. Bizning faoliyatimiz davomlashyapti. Hozir 50 yurish so'g'atliq tayyorlagan, mushningdan chiqqanmidi. Mushu qatimliq faoliyatdan foydalanib, bizning 2-chi qism, 3-chi qism, 4-chi qism darsligimizga qatnashib olsanglar bo'ladi. Mushu bir qatimliq faoliyat qilamiz. Uningdan keyin bizning yangi mushu Putonxonning ayrim yetaklashlar qo'shildi. Yangidan ingliz tili kuchaytirish, grammatik darslarimiz deymiz. Yangi darslar qo'shildi. Yana bunday faoliyat elib berib, so'g'atliqlarni tanlab, anandan keyin uni sizlarga selib, o faoliyat bo'yicha o'rlashtirib, tushuntirib bir-birlab qilgandek vaqtmi to'g'ri kelmay qoldi do'stlar. Mush qatim chuqum yaxshi foydalanib olinglar.